Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Zimmasida Ramazondan qazosi bor kishi nafl ro'za tutishi mumkinmi degan savolga javob beradigan bo'lsak, ulamolarimiz aytadilarki, avvalo qazosi bor odam, ya'ni Ramazon oyida qaysidir ro'zalarni tuta olmagan bir uzrlar sababli shu odam birinchi navbatda shu Ramazonda qazo qilgan ro'zalarni tutadi u. Chunki u zimmasiga Alloh farz qilgan, u farzni vaqtida bajara olmadi, u zimmasida qarz bo'lib turibdi. Uni tezlik bilan uni qazosini birinchi navbatda tutib berishga harakat qiladi. Endi mana shunday harakat qilib yurgan paytda ko'p savoblar va'da qilingan nafl ro'zalar mavsumi kelib qoldi, kunlari kelib qoldi. Misol uchun Ramazondan keyin Shavvol oyida 6 kunlik ro'za tutish masalasi. Bunga ham juda katta ajr mukofotlar va'da qilingan. Yoki Arafa kuni ro'za tutish, yoki Ashuro kunlari ro'za tutish. Shunga o'xshagan katta savoblar va'da qilingan nafl ro'zalar kunlari kelib qolsa, zimmasida Ramazonning qazosi bo'lsa ham bu odam bu ro'zalarni tutishga shariatimiz ruxsat berar ekan. Chunki bu haqda Badoi'us Sanoya degan kitobda shunday matn keltiriladi. Innahu la yukrahu liman alayhi qaza'u Ramazon an yatatawwa. Ramazonni qazosi zimmasida bo'lgan odamni nafl ro'za tutishligi makruh emas degan ma'no kelyapti bu yerda. Demak, azizlar, zimmasida Ramazon ro'zasini qazosi bor odam nafl ro'zalarni tutishi mumkin ekan. Lekin yuqorida aytganimizdek, zimmasida qazo ro'zasi bor odam imkon qadar tezroq bor imkoniyatini sarflab shu zimmasidagi qazo ro'zalardan tezroq qutulib Allohning oldidagi qarzdan xalos bo'lishligi bu dinimizning talabi. Vallohu a'lam bis-savab. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.